Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan JavaScript darslarini davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz symbol mavzusi. Xo'p, symboldan oldin obyektning kalitlari qandayligini tushunib olaylik. Obyektning kalitlari ikkita ma'lumot turida bo'ladi har doim. Yoki string ma'lumot turida bo'ladi yoki symbol ma'lumot turida. Biz symbol ma'lumot turini hozir o'tamiz. O'ylashinglar mumkin, lekin biz kalit sifatida mana birni ham berishimiz mumkin, ya'ni number'dagi birni yoki true'ni ham berishimiz mumkin. Bular boshqa ma'lumot turidagi string emas-ku deyishlar mumkin, lekin bular biz boshqa ma'lumot turiga yozayotganimiz bilan string ma'lumot turiga o'giriladi. Mana true deb boolean'da kiritdim, endi true deb stringda yozganman. Natijani ko'ramiz, konsolga chiqarib beradimi? Mana 1 deb chiqarib beryapti. Demak, true'ni boolean ma'lumot turida emas, string ma'lumot turiga o'tkazib saqlaydi. Lekin agarda biz kalitni symbol ma'lumot turida bersak, symbolni stringga o'tkazib olmaydi. Symbolligicha qoladi. Hop, symbol ma'lumot turi o'zi nima? Bu takrorlanmas qiymatlar, ya'ni takrorlanmas qiymatlar tashkil topgan primitiv ma'lumot turi. Hop, symbol qiymati mana shunday yaratiladi. Symbol klassi orqali uni qiymatini biz ko'ra olmaymiz. Faqat biz unga nima deydi? Ism berishimiz mumkin. Kalitmi, ism berishimiz mumkin, ism. ID mana. Argument qilib stringda ID deb yozdim. Mana shu nima deysizmi? String qiymatimizning nomi ID bo'ldi va uni mana shu ID degan o'zgaruvchiga saqlayapmiz. Biz bitta ismlik bir nechta simbollar yaratishimiz mumkin, lekin ularning qiymati bir xil emas. Misol uchun mana ID degan ismi bor bo'lgan 3 ta simbol yaratilgan. 3 ta simbol ma'lumot 3 ta simbol yaratilgan. ID bor, ID1, ID2. O'zgaruvchilari boshqa, lekin simbollarning kalitlar ismlari bir xil. Bu xatosiz ishlaydi, chunki simbol har safar yangi simbol yaratadi. Nomini bir xil qo'yganimiz bilan u eski simbolni olib qo'ymaydi. Har doim biz simbol yaratdikmi, u eskisidan farq qiladi. U yangi. Har doim nima deydi, yaratilayotganda takrorlanmas simbollar, takrorlanmas qiymatlar yaratiladi. Xo'p, mana ID1da ID2ga tengmi yoki tengmasmi tekshiryapmiz. Ikkovini ham nomi bir xil lekin. False, teng emas. Hozirgina gaplashganimizda simbol avtomatik stringga o'girilmaydi, ya'ni biz uni qiymatini kiritgan paytimizda u string qilib saqlanmaydi, o'zini string qiymatida saqlanadi. Biz uni kalitlarini olishimiz uchun, ya'ni kalit emas, nomini ko'rishimiz uchun shunchaki yozishimiz o'zi yetarli, lekin eski brauzerlarda bu narsa ishlamaydi. Ya'ni eski brauzerlarda siz shunchaki konsolga mana ID o'zgaruvchini nomini yozyapmiz. O'shanda symbol name deb chiqarib bermaydi. Eski brauzerlarda xatolik bo'ladi. Error bo'ladi. Bunda ham tashvishga tushmaslik kerak. Eski brauzerlarda bu tabiiy hol. Agar update qilingan hozirgi versiyadagi brauzer bo'lsa, unda mana bu natija bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. Mana symbol ichida uni nomi. Mana shu holatda chiqarib berish kerak. Xo'p. Uni kalitini ko'rish yana bitta yo'li, boshqa yo'li ham bor. Bittasi toString metodi uni string ko'rinishda bizga qaytaradi. Mana symbol name degan string qilib qaytaradi bizga. Yana ham to'g'riroq yo'li description metodi. U bizga faqatgina symbol name, uni nomini qaytaradi xolos. Mana bu yana ham ishlatishga to'g'riroq yo'li. Xo'sh, keyingisi. Simbol yordamida yashirin xususiyatlar yaratish. Ya'ni qanaqa yashirin xususiyat? Hozir buni kommentdan chiqaramiz. Qanaqa yashirin xususiyat? Biz mana bunga e'tibor beraylik. Mana bu bizni kontekstimiz, bizni kodlarimiz, bu esa serverdagi kodlar deb tasavvur qilaylik.
Kimdir biz o'zimizning kodimizda id degan xususiyat qo'shdikda user obyektiga bizning id deb nomlab qo'ydik. Buni faqatgina biz o'zgartira olaylik o'zimizning kodimizning ichida, lekin serverda kimdir buni o'zgartira olmasin. Hech kim buni qiymatini o'zgartira olmasin. Lekin buning iloji bor. Serverda kimdir id deb yozadi, ularning idsi deb o'zgartirib qo'ya oladi. Buning iloji bor. Lekin chunki bu string ko'rinishidagi kalit. Lekin symbol ma'lumot turida kalit qo'ysak, unda buning iloji yo'q. Nimaga iloji yo'q? Chunki biz symbolda id degan nomli symbolda kalit sifatida o'rnatdik. Agarda boshqa kontekstda, boshqa kodlarda kimdir id degan simbol yaratib, uni mana shunday qilib o'qimoqchi bo'lsa yoki o'zgartirmoqchi bo'lsa, mana qilsa. User xo'p. Mana bunday id yo'q, oldin ular yaratish kerak. id 1 deb symbol xo'p id bu yerga symbol id 1 deb yozamiz. Ya'ni mana id nomli simbol yaratildi, id 1 ga qiymat qilib berildi, o'shani qo'yapmiz. Lekin bu yerda bu mutlaq boshqa xususiyat yaraladi, undefined xususiyat yaraladi. Mana yerga yozsak bo'lar ekan o'zi. Xo'p, undefined chiqaryapti chunki simbol yuqorida aytganimizdek har safar yangi qiymat yaratadi. Hech qachon bir xil qiymat yaratmaydi. Manaqa nomi bir xil bo'lsa ham, uni qiymati har xil bo'ladi, har doim har xil. Va biz mana shu o'zimizning kodimizda yaratgan simbolni boshqa kontekstda mana shu aynan shu simbolning qiymati bo'lmagani uchun ular yaratgan simbol xullas bizda mana shu id degan xususiyat simbol ma'lumot turidagi id degan xususiyatimizni qiymatini o'zgartira olmaydi. Biz boya simbolda xususiyat qilib qo'shayotgandik, lekin obyektning ichida ham mana bunaqa ko'rinishda yaratib ketishimiz mumkin. Ya'ni mana yaratamiz. Simbol nomini emas, simbol qiymat qilib berilgan o'zgaruvchini nomini yozamiz. Bizda id shuning uchun id deb qo'yamiz. Mana shunaqa qilib yaratishimiz mumkin. Bu ham xuddi yuqoridagi hozirgina ko'rganimiz kabi ishlaydi. Va agarda user symbol id deb mana yaratyapmizda, id nomli simbol yaratyapmiz, o'shani konsolga chiqar. Ya'ni userda shunaqangi id degan nomli simbol xususiyatini konsolga chiqar desak, bizga undefined chiqaradi. Chunki bu yerda biz yangi simbol yaratyapmiz, uni qiymati bilan mana bu simbolning qiymati boshqa. Shu o'rinda eslatib o'taman, sizlar adashmanglar. Mana bu id uni qiymati emas. Bu uni nomi, qiymati mutlaq boshqa narsa. Biz uni ko'ra olmaymiz. Lekin id ga qiymat qilib beriladi. Qiymat qilib beryapmiz o'sha qiymatni. Bu ham soddaroq narsa edi. Va symbol for in loop tomonidan o'tib ketiladi. Symbol xususiyati for in siklida ko'rinmaydi. Bu nimani bildiradi? Forda biz obyektni aylanadigan bo'lsak, symbol ma'lumot turida kalit berilgan xususiyatlar o'qilmaydi, ularni tashlab o'tib ketib qoladi. Mana hozir misolda ko'ramiz. User degan obyektimizda name degan xususiyati bor, age bor va id degan simbol xususiyati bor. Xo'p, biz loopda aylanyapmiz va kalitlarni ko'ryapmiz. Name'ni age'ni ko'rdik, lekin chiqqani yo'q. Ya'ni bu ko'rinmaydi. Agar mana bu usulda qilsak, user mana qo'yamiz buni. Xo'sh, mana John 30. Baribir id ni qiymati ko'rinmaydi. Xo'p, undan tashqari faqatgina for emas, object assign ham simbolda o'qimaydi. Ya'ni object assign debman, object case. Object case nima ish qilardi? Obyektni case'lardan tashkil topgan iterable qaytarardi. Object case ham simbol kalitlik iterable yaratmaydi. Ya'ni faqat name ni age da oladi, iterable yaratadi, id ni qoldirib o'tib ketadi. Chunki u simbol ma'lumot turida. Lekin object assign klon qilayotgan paytida, ya'ni user degan obyektimiz bor, uni id degan simbol ma'lumot turidagi qiymati bor. User degan obyektimizda mana shu bo'sh obyektga klon qilib beryapti va mana shu xususiyatini ham klon qilib bera oladi.
Ya'ni ma'lumot turi simbolda bo'lsa ham bu xususiyatni klon qilib bera oladi. Lekin for va case'lar bu ishni qila olmasdi. Ya'ni aylanayotgan paytida uni o'tkazib yuborardi, lekin object case klon qilish paytida uni o'tkazib yubormaydi. Mana 123. Ya'ni klon degan o'zgaruvchiga klon qilib berdik va uni id degan xususiyatini tekshiryapmiz. id deb biz nimani tekshiryapmiz? Mana bu simbolni tekshiryapmiz. Bu ishlaydigan narsa xato emas. Hammasi joyida ishlayapti. Agarda biz bu yerda yangi yaratganimizda ishlamasligi mumkin edi, yuqoridagidek qilib. id. Mana bu xato bo'lardi, undefined. Lekin biz to'ppa-to'g'ri o'zini nomi bilan anaqa qilyapmiz, chaqiryapmiz. Yoki klonni o'zini ko'raylik mana. Simbol ma'lumot turidagi id degan xususiyati, id nomli kaliti bor, qiymati 123. Shunaqa xususiyati bor. Global registry. Global registry bu nima? Simbol qiymatlari ikki xil bo'ladi. Global yoki lokal bo'ladi. Bu sizlar bilan biz o'rgangan global va lokalga o'xshash emas, boshqacharoq narsa. Qanaqa narsa? Biz sizlar bilan ko'rib chiqdik, simbol har safar yaratganimizda bizga yangi simbol yaratib beradi dedik. Ya'ni oldingisiga o'xshamagan simbol. U bir xil bo'lmaydi deb ko'rib chiqdik sizlar bilan. Lekin global simbollar bir xil bo'lishi mumkin. Ya'ni buning uchun biz for metodidan foydalanamiz. For metodi nima ish qiladi? id degan nomli simbol bormi yoki yo'qmi tekshiradi. Agar bor bo'lsa, uni qiymatini olib, mana bu id degan o'zgaruvchimizga beradi. Bizda hozir id degan nomli tepada yaratmaganmiz, mana yo'q. Demak, yangi global simbol yaratadi va id ga qiymat qilib beradi. Mana bu kodimizda for metodimiz tekshiradi id degan nomli simbol bormi? Bor, mana biz yaratganmiz. Demak, shuni qiymatini faqatgina kalitini emas, qiymatini oladida id againga qiymat qilib beradi. Shunda biz ikkita nima deydi? Ikki marta simbol yaratdik, ikkovini ham qiymati bir xil. Bir xil qiymatga ega. Konsolda biz tekshiramiz, ikkovini ham anaqasi bir xilmi? Nima deydi? Qiymati bir xilmi, bir-biriga tengmi? True javob chiqyapti. Demak, ikkovi ham bir-biriga teng. Demak, biz global nima edi? Global simbol yaratdik. Lokal simbol qanaqa edi? Lokal simbol shu biz sizlar bilan o'rgangan darsda boshidan beri qilib kelayotgan ishimiz. User misol uchun symbol user oddiygina yaratdik, bu lokal simbol. For yordamida tekshirib yaratdik, bu global simbol bo'ladi. Agar biz global simbolda kalitini, qiymatini ko'rmoqchi bo'lsak, k4 metodidan foydalanamiz. Ya'ni mana k4 cym deb yozganmiz. Mana shu simbolda name degan kaliti bor. Name degan kalitini konsolga chiqarish kerak. cym2 esa id ni chiqarish kerak. Xo'p, tekshirib ko'ramiz. Name va id to'g'ri chiqyapti. Lekin k4 faqatgina global simbollarda ishlaydi. Lokal simbollarda ishlamaydi. Lekin lokal simbollarda biz tekshirib ko'raylik mayli oldin. Mana undefined chiqarib beryapti. K4 da biz lokal simbol degan mana bu simbolimizga ishlatgandik. Description metodini darsda boshida ko'rib chiqdik, lekin bu metod global simbolga ham, lokal simbolga ham ishlatish mumkin. Mana bu to'g'ri ishlayapti. Lokal simbolga nisbatan, globalga nisbatan ham ishlatib ko'ramiz. Cym mana. Uni ham name ni chiqarib berdimi? Cym, uni ham qiymati name ekan chunki. Ya'ni description ikkala simbolda ham ishlaydi. Xo'p, endi simbolga aloqador bir qancha metodlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, qanaqa bular? O'chirib turamiz bularni. Mana. Xo'sh, qanaqa metod? Birinchi bo'lib has instance. Bu instance of operatorga bog'liq bo'lgan metod. Sizlar bilan o'tgan darslarda class mavzusini o'tgandik. Classda
obyektni mana my class degan klassdan yaratilganmi yoki yo'qmi instance of orqali tekshirishimiz mumkin edi. Instance of orqali tekshirishimiz mumkin va instance of ikkita usulda tekshirardi. Birinchi usuli obyektni symbol has instance degan xususiyati, mana shunaqa xususiyati bor bo'lsa, shu xususiyatining mana bu kodlariga qarab tekshirardi. Ya'ni bu yerda biz xohlagan narsamizni yozishimiz mumkin edi. Shunchaki true deb qo'ysak ham, ha, shunda yaratilgan true deb javob qaytarardi. Agarda shunchaki false qilib qo'ysak, false deb javob qaytaradi. Ya'ni instance of keladida, symbolda metodi bor, shu metodni ishlatadi. Metod nima javob bersa, o'shani chiqarib beradi. Bo'ldi. Bu metod faqatgina shu ishni qiladi. Symbol anaqasi, symbol nima deydi? Symbol konstruktorini yozamiz, has instance deb yozamiz. Instance of keladi, mana shu metodni tekshirib ko'radi. Ishlatib tekshirib ko'radi. Hop, keyingisi. Hop, mana bu holati. Symbol is concat spreadable. Bu array ga bog'liq bo'lgan hollarda ishlaydi. Ya'ni qanaqa? Biz agar array bilan obyektni concat orqali bitta array qilmoqchi bo'lsak, mana shu metod buni hal qiladi. Qilib bo'ladimi yoki yo'qmi? Obyektga biz shunaqa xususiyat qo'shamiz. Is concat spreadable. Bu xususiyat agar true qiymat saqlasa, ha, buni qilib bo'ladi. Ya'ni obyekt bilan arrayni bitta arrayga concat orqali joylashimiz mumkin. Agar yo'q, mana shu xususiyati yo'q bo'lsa, buni qilib bo'lmaydi. Natijani tekshiraylikchi. Buni o'chirib turamiz. Xo'p, 123 AB bu obyekt xususiyatlari, 123 array xususiyati. Ikkovini bitta arrayga concat orqali joylashtira oldik. Xo'p, agar mana shu xususiyatni o'chirib tashlasak, unda nima bo'ladi? Mana bu kerak emas ekan. Xo'p, 123 keyin obyekt, ya'ni qiymatlari emas, obyekt qo'yilyapti. Xo'p, bu yerda massivga o'xshash obyekt bo'lsa, concat uni massiv sifatida ochib qo'shadi, chunki symbol has instance true. Xo'p, bo'ldi, bu xuddi shunday. Ha, agarda obyektda mana shu xususiyati false bo'lsa, baribir mana bu natija bo'ladi. Ya'ni obyektni o'zini qo'yib qo'yadi. Keyingisi symbol to prototype. Bu nima? Bu agarda biz obyektimizni stringga yoki numberga konstruktor orqali aylantirmoqchi bo'lsak, faqat konstruktor emas, xullas number yoki stringga aylanishiga to'g'ri kelib qolsa, o'shanda mana shu xususiyatimiz ishlaydi. Ya'ni stringga aylantirmoqchi bo'lsa, obyekt tekshiriladi. Uni symbol to prototype degan metodi bor bo'lsa, o'shanda shu metodni ishlatib yuborishadi. Xo'p, ichiga xohlagan kodimizni yozishimiz mumkin. Nima qaytishini yozishimiz kerak. Mana misol uchun yozishimiz mumkin. Bu string bo'lmaydi. Bu object. Nima bo'ldi? Mana bu xato ketibdi. Bo'ldi. Natijani ko'ramiz. Mana bu string bo'lmaydi, bu object. Ya'ni nimani shu yerda nimani return qilib qaytarsak, o'sha narsani shu obyektni stringga aylantirganingda shunaqa bo'ladi deb chiqarib beradi. Bu yerda biz mana bu kodga qarasanglar, yozib qo'yganmiz. Bu yerda nima yozganmiz? Argument qilib user deb berdik. Agar stringga teng bo'lsa, ya'ni hint degani bu konstruktor. Agar shu konstruktor, ya'ni string konstruktorida bo'lsak, demak bu shart. Mana bu narsani o'tgan darsda o'tdik. Bu if ga o'xshagan shart berishda yo'li. Bu shart. Ya'ni hint bu konstruktor. Konstruktorimiz string bo'lgani uchun shartimiz to'g'ri, mana bu kodimiz bajariladi. Bu kodimiz nima ish qiladi? User degan stringga this name, mana bu Johnni qo'shib chiqaradi. Ya'ni obyektning nomi va
uni ismi. Mana stringga o'zgartirganingizda shu obyektingiz shunaqa bo'ladi deb chiqarib beradi. Number va mana bu ishlamaydi. Bu else. Numberga o'zgartirsak, hint bu number stringiga teng bo'ladi. Number stringi stringiga teng emas. Demak, nima bo'ladi? Shartimiz xato, kodimiz bajarilmaydi, else ishlaydi. Else da this money. Mana bu money'da qiymatini chiqarib beradi. Bo'ldi. Bu yerga shunaqangi kod yozishimiz shart emas. Shunchaki 500 deb yozib qo'ysak ham 500 chiqarib beradi. Aytgancha, keyin mana bu holati. Agarda biz 500 mana userni qo'shyapmiz 500 ga. Bu yerda userimiz numberga o'zgarish kerak, chunki userni qo'shyapmiz 500 ga bu to'g'ri hisoblarimmi? Ha, to'g'ri. User numberga o'zgarish kerak, chunki qo'shuv operatori buni numberga o'zgartiradi amal bajarish uchun. Demak, hint numberga teng va boyagiday numberda nima bo'lsa, o'shanda ishlaydi. This money 1000 ni qaytaradi, 1000 ga 1000 ga 500 qo'shilib 1500 bo'lib chiqadi. Mana shunaqa metodlari bor.